Sizlar meni ustoz, hazrat deb chaqirasizlar va to'g'ri qilasizlar, chunki men xuddi shundayman. Cho'milgan odam faqat oyog'ini yuvsa bas, u tamoman pokdir. Sizlar ham poksizlar, ammo hammangiz emas. Hozir nima qilganimni tushundingizlarmi? Sizlarga chinini aytayin. Qul o'z xo'jayinidan ustun emas, elchi ham uni yuborgandan ustun emas. Agar men hazratingiz va ustozingiz bo'la turib oyoqlaringizni yuvgan bo'lsam, sizlar ham biringizning oyoqlaringizni yuvishingiz shart. Men sizlarga nima qilgan bo'lsam, sizlar ham o'shani qilishingiz kerak. Men sizlarga o'rnak ko'rsatdim.